O'zbekistonda jamg'arib boriladigan pensiya tizimini qayta ko'rib chiqish rejalashtirilmoqda. Pensiyadan ushlab qolinadigan oylik chegirmalarni yillik foizdan oshirmaslik hamda undan keyin to'lanadigan pensiya eng kam iste'mol harakatlaridan kam bo'lishiga yo'l qo'ymaslik belgilanmoqda. Avvalroq Adliya vazirligi tomonidan 2026-yilda ustuvorlik yo'nalishlar bo'yicha islohotlar dasturlari va O'zbekiston 2030-yil strategiyasini amalga oshirish bo'yicha davlat dasturi to'g'risidagi Prezident farmoni loyihasi muhokamga qo'yilgani haqida xabar berilgandi. Loyiha bilan O'zbekistonda pensiyadan turli chegirmalar qo'llangandan keyin beriladigan mablag'lar miqdorini qonunchilik doirasida qat'iy belgilash rejalashtirilmoqda. Prezident huzuridagi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori o'rinbosari Jamshid Abro'yevga manfaatdor vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda joriy yilning iyul oyigacha tegishli qonun loyihasini ishlab chiqarish topshiriladi. Ushbu hujjat fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar